Real yoki Barsa savoliga ham javob shunaqa bo'ladi chog'i. Keluvni ham tanlamayman chunki. Men aytsam hayron qol. Men misol uchun o'zimni simpatiyam bor jamoa bu Manchester United. Men hech kimga bekitmasdan aytaman bu narsani. Lekin Manchester United mag'lub bo'lgan o'yinni ham maza qilib ko'radigan odamman. Men futbol muxlisiman. Men Yevropa futboliga shu darajada kasal odam bo'lganman. Misol uchun men Yevropa futbolini hattoki Spezia degan jamoasidan bitta yaxshilik topib bera olaman-da. Shundan misol uchun aytdim, Manchester United meni birinchi tanigan jamoam. Manchester United meni birinchi g'alabalaridan xursand bo'lgan jamoam. O'yinchilarini kichkinaligimda adam ulfatlari chaqirib, endi gapirishga o'rganganman. Manchester o'yinchilarini sanab ber deyishardi. O'sha jamoam deb mana. Shuning uchun unga nisbatan men boshqacha anaqa his qilaman. Men misol uchun Camp Nou El Clasico ko'rganman, Santiago Bernabeuda ko'rganman, lekin baribir hali ham orzuyim turibdi Old Trafford. O'sha ko'proq chaqiradigan narsamda. Lekin alohida bir yutqis qo'ysa yig'lab, qon bo'lib urishib hayotda unaqa narsa bo'lmagan.